İslamjon Sherip. İslamjon Sherip Beshkirami 1947-yili Qashqarning Beshkiram yezisida hurmatga sazovar emgakchan bir oilada dunyoga kelgan. Uning dadisi Sherip Axun Xalpitim imom, diniy yo'lboshchi va bog'van bo'lib, bu oila muhiti uningda imoniy tarbiya, axloqiy fazilat, kamtarlik, intizom, jamoatga xizmat qilish ro'yi va ziminga bo'lgan muhabbatni birlashtirgan. U shundoq bir muhitda cho'ng bo'lib, bilimga hurmat qilish bilan birga halol emgakni qadrlash ro'yini mu o'ziga singdirgan. U boshlang'ich to'liqsiz va to'liq o'tir maktab tarbiyasini o'z yurtida olgan. İslamjon Sherip 1967-yili atalmış Markaziy Millatlar institutini bitirgan. Keyingi yillarda Yakan va Qashqarda ommaviy tarbiya, madaniyat, nazariya, aloqa va tahrirlik xizmatlari bilan shug'ullangan. İslamjon Sherip 1990-yilgacha Qashqar Uyg'ur nashriyotining muavin bosh muharriri bo'lib, bu nashriyotning rivojlanishida muhim shaxslarning biriga aylangan. U Qashqar Uyg'ur nashriyotining asosli qurg'uchi kuchlaridan bo'lib, nashriyotning tasdiqnomasini qo'lga keltirish, uning qurilishi uchun zarur moddiy sharoit va mablag' manbalarini hozirlash, shundaqla uning Uyg'ur nashriyoti nomi bilan e'tirof qilinishiga muhim hassa qo'shgan. Bu nashriyot orqali u Uyg'ur klassik adabiyoti, tarixi, fikr dunyosi va madaniy mirosiga munosabatlik nurg'un asarlarning nashr qilinishiga qatnashgan. 1990-yildan keyin u atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq ijtimoiy fanlar birlashmasining nashri afkori bo'lgan ijtimoiy fanlar munbiri jurnalida muavin bosh muharrir bo'lib xizmat qilgan. Bu vazifada u ilmiy muhokama, tahrirlik taraqqiyoti va ijtimoiy fan tadqiqotlarining olg'a ilgirilishiga davomli hassa qo'shgan. Uning tahrirlik hayoti faqat texnikalik xizmatla emas, balki Uyg'ur olimlari, yozuvchilari, tadqiqotchilari va o'qirmanlari uchun ilmiy madaniy bo'shliq yaratishga qartilgan cho'ngroq bir madaniy burush edi. U yana Uyg'ur madaniy xotirasini tadqiq qilish va saqlash sohasida ma'nilik tuhfalar qo'shgan. U Yusuf Xos Hojib va Mahmud Qashqariydak Uyg'ur va turkiy ilmiy tarixidagi ikki buyuk zotning mirosini, xotirasini va ma'naviy o'rnini tonitish, saqlash va jamiyat diqqatiga sunish uchun ko'p kuch chiqargan. Bu orqali u jamoatni bu tarixiy shaxslar bilan qayta bog'lab, Uyg'ur madaniyati, ilmiy an'anasi, tili va adabiyot mirosiga bo'lgan tonishini kengaytgan. Tarjimon sifatida İslamjon Sherip dunyo bilimining muhim asarlarini Uyg'ur o'qirmanlariga tonishtirgan. Uning tarjimalari ichida Yiltiz, Bahor qatorliq romanlar, g'arbiy yurt madaniyat tarixi, chet el tarixi haqida hikoyalar, dunyoning 5000 yili qatorliq tarixiy asarlar, bilish va haqiqat qatorliq falsafaviy asarlar, shundaqla fan texnika, talant, ijodiyat va ixtiroga doir asarlar bor. Yozuvchi va tadqiqotchi sifatida u nurg'un ilmiy, nazariyaviy maqolalarni, shundaqla uzoqcha qimmatini saqlaydigan xos ilmiy asarlarni yozgan va nashr qildirgan. Uning muhim asarlari qatorida talantliqlar va ularning rolini joriy qildirish to'g'risida aql va fazilat, odam va iqtidor, talant shunoslik, talant busug'isi, krizis va barpochilik, 4 tomliq yashash san'ati, shundaqla keyingi farosatnoma va o'g'lik bilan munosabatlik asarlari bor. Bu asarlar uning aql, xarakter, axloqiy mas'uliyat, ijodiyat, insoniy qobiliyat, o'zini yetildirish va yashash san'atiga bo'lgan cho'nqur qiziqishini ko'rsatdi. Uning tilimi o'zgacha bo'lib,
doim qadimgi Uyg'urcha uqum va iboralarga tayinib, asarlariga ilmiy cho'nqurlik bilan madaniy yiltizni birlashtirib bergan. Uning ilmiy muvaffaqiyatlari mukofot va sharaflar orqali e'tirof qilingan. Uning Odam va iqtidor nomli kitobi va Umid va Orzu nomli ilmiy maqolasi rayon bo'yicha o'tkazilgan ijtimoiy fanlar nodir asarlarini baholashda birinchi darajalik mukofotga erishgan. Boshqa bir qancha asarlarimi ijtimoiy fanlar tadqiqot natijalari sifatida baholangan. 1998-yili u alayida tuhfasi ba munavvar mutaxassis sifatida e'tirof qilingan. Uning ilmiy nazar doirasi maxsus ilmiy ziyorat va aloqalar orqali kengaygan. U O'rta Osiyo Jumhuriyatlari, Turkiyada, Amerikada va boshqa ellarda ilmiy ziyoratlarda bo'lgan. Bu tajribalar uning tarix, madaniyat, falsafa va keng dunyo fikrlariga bo'lgan tushunishini cho'nqurlashtirib, dunyo bilimini Uyg'ur ilmiy an'anasi bilan so'zlashtirish irodasini texmi kuchaytgan. Hayotining oxirgi yillarida Islomjon Sherif Uyg'ur ziyolilari, yozuvchilari va madaniyat arboblari duch kelgan og'ir qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Bu sinoqlar uningga ruhiy jihatdan og'ir kelgan bo'lsa-mu, uning bilimiga, axloqiy tarbiyaga, Uyg'ur tili va madaniy mirosiga bo'lgan sodiqligini o'chirolmagan. Aksicha, uning sabr chidamlari, kamtarligi va ilmiy mas'uliyat hissi uni to'nigan kishilarning xotirasida texmi cho'nqur o'rin olgan. Islomjon Sherif 4-oyning 28-kuni saharda Urumchida tuyuqsiz yuz bergan menga qon tomir kesilidan keyin bu dunyodan ayrildi. U 79 yoshda edi. O'g'inish, axloqiy tarbiya, ilmiy jur'at va xalqiga bo'lgan sodiqlik bilan yo'rg'an bir umridan keyin u Rabbining dargohiga qaytdi. Uning vafoti yer yuzidagi oyat sahifasini yopgan bo'lsa-mu, uning fikri, fazilati va ulgisining ta'siri Uyg'ur xalqi orasida avloddan avlod davom qiladi.